Muzeylar ma'naviyat, ma'rifat va madaniyat markazi ekanligi bilan shuhrat qozongan. Ayniqsa, xalqimizning qadim tarixini o'zida mujassam etgan muzeylar o'tmish ko'zgusi sifatida hamisha o'ziga chorlab turadi. Geologiya muzeyi davlat muassasasiga ommaviy axborot vositalari vakillari va talabalari uchun press tur tashkil qilindi. Unda muzeyning yangi binosi, u yerdagi eksponatlar bilan yaqindan tanishildi. Qizil gilam solingan yo'lak, qirqilishi kutilayotgan qizil lentalar, rang-barang sharlar muzeyning kirish qismini bezab turgan bo'lsa, orkestr sadolari bilan madhiya yangrab tadbirni boshlab berdi. O'zbekiston Geologiya muzeyi direktori va sohadagi bir qancha faollar, ilmiy tadqiqotchilar va professor o'qituvchilar, universitet talabalari ishtirok etayotganlar qizil tasmalarni kesib muzeyga sayohatni boshlab berdi. 3 qavatdan iborat bo'lgan muzeyning birinchi qismida qimmatbaho toshlar va qazilmalar, yer qatlamining maketlari, sayyoralarning turli ko'rinishdagi tasvirlari va katta yer shari tasvirlangan globus ma'lumotlari bilan qo'yilgan. Ikkinchi qavatga chiqsangiz, siz ham dinozavrlar olamiga tushib qolganday bo'lasiz. Ularning skeletlari, hattoki jonlanayotgan yasama dinozavrlarni ham ko'rishingiz mumkin. Hozirga kelib bizni fondimizda saqlanayotgan ekspozitsiya qo'ygan eksponatlarimiz 50 mingdan ortiq. Hozir mana yangi binoda qo'yib qo'yilgan bo'lsa, salkam bu yerda 4000 kvadrat metr hudud joylashgan bo'lsa ekspozitsiya, shu ham kamlik qilyapti. Sababi shunchalik ko'p ma'lumotimiz bor. Muzeyning bir qismida joylashgan Kast g'orida tuzkon tasvirlangan, ularning barchasi tabiiy. Bu yerda bo'lsa ibtidoiy odamlarning yashash sharoiti va ularning o'zlari tasvirlangan. Bu muzeyda jumladan foydali qazilmalarning, yurtimizda mavjud foydali qazilmalarning turlari, yirik konlarimizdan, yirik kon metallurgiya korxonalaridan olingan namunalar bilan birgalikda hozirgi kunda yurtimizda ushbu sohada erishilayotgan yutuqlar ham o'z aksini topgan. Davlat geologiya muzeyi yurtimizning boy tabiiy resurslarini o'zida jamlab, jamoatchilikka keng targ'ib qiladi. Muzeyda xalqaro hamkorlik ham yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu uning xalqaro mavqeini oshib borayotganligining isbotidir. Muzey ekspozitsiyalarida tog' ma'danlari va minerallar, respublikamizdagi mavjud va faoliyat olib borayotgan konlarning etalon kolleksiyalari mavjud. Turli davlatlardan kelgan iqtisodchilar, sarmoyadorlar, siyosiy arboblar geologiya muzeyi ekspozitsiyasi bilan tanishib, O'zbekistonning boy tabiiy resurslari haqida to'liq tasavvurga ega bo'ladi. Muzeyning eshiklari barcha yurtimiz aholisi uchun ochiq. Hattoki u yerdagi eksponatlarni qo'l bilan ushlab ko'rishingiz ham mumkin. Mubina Nosir va Nodir Rustamov, Rahmon Zaripov ovozli informatsion dastur uchun.